Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana Postal Gaming kanalida Postal Dude. Xo'p, bugun biz qo'rqinchli o'yinlar seriyasidan biroz chetga chiqib, ko'ngilochar o'yinlar o'ynashga harakat qilamiz. Ya'ni bir nechta o'yinlarni ko'rsataman o'ynab, o'zim o'ynaydigan time killerlar, ya'ni bo'sh vaqtda o'ynashga yaxshi o'yinlar. Birinchisi bu shaxmat. Ushbu ilova chess.com Play Marketda bor. Google'dan kirib o'ynasa ham bo'ladi, Chrome brauzerdan. Dunyo bo'ylab ko'pchilik shaxmatlar foydalanadigan ilova. Bu yerda noldan o'rganishingiz mumkin shaxmat qiziqadiganlar bo'lsa. Xo'p, ko'p gapirmasdan o'yinni boshlaymiz. Hozir 10 minutlik o'yinga qo'yganman. Ya'ni bu vaqtli bo'ladi. Xo'p, biz qora donada tushdik. Raqibimiz britaniyalik. Reytingi bir xil. Qisqacha aytib beradigan bo'lsam, bu ilovani o'chirib tashlagandim ancha oldin. Keyin bu bir o'ynagim kelib ketib ilova oldim. Qarasam eski akkauntim turgan ekan. Reytingimiz uncha baland emas, 1158. Past desa ham bo'ladi. Ya'ni bu novichoklar o'yini bo'ladi. Aytganda anchadan beri o'ynamay qo'yganim uchun esimdan ham chiqib ketgan. G'alati debut bo'lyapti to'g'risi. Mayli, ko'raylik jo'xorigacha. Bilan oladi ya. Bu tomondan ot bilan chiqadi. Foydasi bo'lmaydi. G'alati boshlanish bo'ldi. Piyodan oldiga chiqsam, filmlar ottaladi. Shoh bersam, baribir bir xil ekan. Biz ham g'alati o'yin qilamiz. Aytdim bar, novichoklarda o'yin. Ochmasda turgan ekan. Voy. Xato qilib qo'ydik-ku. Bitta piyodadan ketdi, yaxshi. Ancha esimdan chiqdi. Orqada qolyapmiz. Blokirovka qiladi hozir. To'g'rimi? To'g'ri. Piyodani qilmoqchi. Biz ham piyodani qilmoqchimiz. Xo'p. Bitta figuraga kam bo'lib qoldik. Bitta otga. Xato qilib qo'ydim chunki. Asmagan xatolarim qimmatga tushadi bu yerda. Fil demoqchi ekan. O'yinni boy berdik ancha. Bu o'yinni boy berdik. Hozir bu filni oladi. Voy. Qaradagi so'z. Ko'ngilochar o'yin ahvoli. Sharmanda qildik.
Mayli, oxiriga joylab qo'yaylik. Bundan oldinga suradi. Bilib turibdi nagili. Ustunligimiz yo'q. 20 qilib o'ynayapti bizda. Birdan surib qo'yadi. Ha, boy berdik o'yinni. Shu yerda to'xtataman. Baribir yutolmaymiz chunki britaniyalik. Lechga o'yin bo'ldi to'g'risi. Xo'p, mayli. Bitta partiya yetadi. Boshqa o'yinlarda ham o'ynashim kerak. Pauzaga qo'yaman videoni. Keyingi o'yinni boshlaymiz. Mana do'stlar, shaxmat bilan kayfiyatni 0 qilgandan keyin endi biroz ko'ngil yozadigan o'yinga keldik. Bu o'yinning nomi Istanbul Guys keladi. Bunda biz estafeta o'yini bo'ladi. Ya'ni estafetada yetib borishimiz kerak, yo'q bo'lmasa har xil boshqacha puzzle arenalar bor. Hozir o'yin davomida ko'rsataman. 24 kishi bitta xonaga kiradi. Xarita random tanlab beradi. 3 marta o'yin bo'ladi. Har o'yinda o'yinchilar kamayib boraveradi. Oxirida qolgan odam o'tadi. O'yinchilar yig'ildi. Endi estimated bittadan 15 sekund kutilgan. Xarita tanladi. Osonroq tushun. Boshida osonroq chiqadi ko'pincha. Bundan o'tamizmi? Jungle Roll. Xo'p. 12 tamiz o'tamiz faqat. Okey, yo'ldan. Botqoq. Internet qotyapti. Hozir emas. Hozir qotma. Nima tiqiladi yonimga? Hali hech kim marra yetgan yo'q. Ancha qotyapti. Marra yetib keldik. Anchalar. Vaqt o'tkazishga yaxshi o'yin. Do'stlar bilan birga o'ynasa ham bo'ladi. Arena qilib shunaqa modlari ham bor. Hop, keyingi bosqichga. Endi bo'lsa qiyinroq bo'ladi. Tashqarida ushoq. Mana qiyinroq. 6 kishi o'tadi faqat. 6 dan bittasi bo'lishimiz kerak. Vay, shoshdik. Qotyapti-da endi. Internet qotyaptimi? Shuncha internet qotmaydigan narsa. Kontrol ishlayapti.
Yo'q. Voy. Nima qilyapti bu? Yo'q. Yana shu yerda. Ha, bo'ldi, qoldik. O'tamadik. Kechdi. Endi chiqib ketamiz. Ichki o'tdi. Bu yerda minus tomoni reklama beradi. Shu reklamani o'tkazib o'rgancha pauzaga qo'yib turaman. Ha, reklama tugadi. Yana bitta o'ynaylik. Mayli, bu safar harakat qilamiz. 3-raundgacha borishga. Internet qotmaganda o'zim bilardim. Yo video olayotganimgami? Oo. Mana senga xarita. Burada shoshilish kerak emas bu yerda. Urdim dedi. Qaysi biring oting? Voy. Qochay yo'lda. Hoppa. Birinchi raunddan o'tolmadik. Qo'yil ekan. Xullas shu internet qotmasa yaxshi ketadi to'g'risi. Bu ham vaqt o'tkazishga tayin keladi. Hammasi bor. Skinlar beradi har xil. Ikkidan qilib turish. Va biz keyingi o'yinga o'tamiz. Mana oxirgi o'yinga ham keldik. Bu o'yinni atayin oxiriroq qo'ydim. Bu o'sha mashhur Among Us, oramizda nomli o'yin. Bu ham sheriklar bilan o'ynaladigan, vaqt o'tkazish o'ynaladigan o'yin. Lekin bu ancha qiziqroq. Bu yerda biz hozir tushuntirib berishim qiyin bo'ladi, yaxshisi o'yinda ko'rsataman. Play. Lokal do'stlar bilan birga o'ynaysiz ham bo'ladi, onlaynda yer yuzi bo'yicha. Xaritalar iloji boricha ko'proq qolganini tanlaymiz. Masalan, mana joy bor ekan. Yo'q ekan. Yevropa. Xullas shu. Odam to'lguncha mana capacity'ga ham 15 ta odam ketadi bunga. Tak, public hamma qo'shilishi mumkin. Soddalik deb ochibdi. Bu yerda gaplashsak bo'ladi. Bu Amerikaniki server, Yevropaniki. Salomlashamiz. Sodda tushuntiraman hozir. Bu o'yinda biz raketadamiz, ko'rib turganingizdek.
Ola deyapti. Ispaniyalik. Tak. O'yinchilar yig'ilgandan keyin xaritada qo'yib yuboradi. Har birimizga rol beradi. Ikki xil rol bor. Birinchisi bu crewmate, ya'ni ekipaj a'zosi bo'lamiz. Ikkinchisi esa eng qizig'i, ya'ni impostor ovchi bo'ladi, ya'ni oramizdagi xoin. Xoinlar 3 tagacha qo'ysa bo'ladi. O'zi game modda belgilanadi. Hozir boshlab o'taman. Tak. Ular bizni o'ldiradi, ya'ni kemani cho'ktirishga harakat qiladi. Biz esa ularni topib chiqarib olishimiz kerak. Yokida bizga berilgan zadaniyalarni full tugatsak, avtomatik ravishda yutamiz. Biz o'zimizdan impostor bo'lib qolishimiz mumkin. Hozir bilib bo'lmaydi oldindan kim impostorligi. Impostorda o'zi biladi faqat. O'yin shunisi bilan qiziq. Maytda gaplashsa bo'ladi. Polislar biratishadi. Boshlaydi, allaqachon yig'ilib qo'ydi. Voy, pingni balandligini qara. 152. Boshlandi. Among Us oramizda. Impostor bo'laylik. Yes, impostormiz. Bizning ishimiz bizga rol berdi. Ularni o'ldirish, lekin shu bilan bizni fosh qilib qo'ymasligi kerak. Kill count ochiladi paytida. Yana impostorlar faqat o'zi yetinadi. Mana ham impostor biz sherigimiz. Bitta kutamiz yaxshisi. Tuzatib ketdi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, bizdan shubhalanishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Chekkaroqqa borgan paytda bitta o'ldirish kerak bo'ladi. O'zimizni zadaniya qilayotgandek ko'rsatamiz va chopamiz. Ko'rib qoldim menimcha. Report bosdi. Tasini o'ldirdik. Bizdan shubhalanmasa bo'lgani. Elektr deyapti. Aldashimiz kerak endi bo'ladi. Qayerda deysiz? Biz impostorligimizni bilib qolsa, kemadan uchirib yuboradi. Bu qizil biz sherik. 3 ta impostor bor bu yerda. Men va yana 2 ta yashil bilan pushtiray. Kimga endi ovoz beriladi? Skipni bosaveramiz, biz o'tkazib olamiz kerakmiz. Ovoz beriladi. Kim ko'p ovoz yig'sa, kemadan uloqtirib yuboriladi. Yozmagan ma'qul, yozsak bizdan shubhalanishni boshlaydi. Voy. 3 yapti demak o'tkazilmaydi. Skip bo'ladi. Hech kim jo'natilmadi. Rejected. Skip. Yaxshi, 3 ta impostor joyida. Bitamiz bu ketishdi. Biz o'zimiz missiya bajarayotgandek ko'rsatishimiz kerak. Bajarishimiz ham kerak. Ikkitasini bitta chopsak bo'lar ekan. Lekin hali bizda o'ldirish xonasi ochilmadi. Asidga hali 10 minut. 4 sekund bor. Tasklar tez bajarilyapti. Mana tepada yashil to'layotgan tasklar. Mana shu to'lmasdan oldin bularni hammasini iloji boricha o'ldirib olishimiz kerak. Bitta kelyapti tablar. Yashil olgan. Kelsanchi. Ko'p ochdik. Bittasi o'ldi, yana bittasini biz chopdik. Kim?
Ular o'zlariga o'zlari talashib o'tiribdilar. Menimcha ko'rmay qoldi. Chunki odam ko'payib ketganda kim o'ldirganini sezmay qoldi. Agar ikki kishi ko'rib turganda bizligimizni bilib qoladi. Pink deyapti. Pink bizni sherik emasmi? Sherigimiz ekan. Pink. Spy bookish. Black deyapti. Men aytyapti bittasi. I am engineer deb qo'yamiz. White black deyapti. Maybe green. Balki yashildir. Chitsu. Skip qilamiz. Voy, yaxshi. Kishini tanlagan bo'lsa ikkalamiz uchirmaydi. 3 tadan ovoz yig'di, ya'ni teng bo'lib qo'yganimiz uchun bizni uchira olmaydi. Yaxshi. Ular nechta qoldi o'zi? 3 ta impostor joyida. Biz missiya bajaramiz xolos. 27. 25 sekund bor, kutib turishimizga to'g'ri keladi ungacha. Hech kim o'ldira olmaymiz. Hech kim o'ldirilmadi, lekin muhokamaga chaqirdi. Kimnidir chopmoqchi bular. Tak, nechta qo'ygan bular? Biz 3 tamiz, bular 1, 2, 3, 4 ta. Vote pink first deyapti. Men senga injenerman deb aytdim. Mana shu pink o'ziga ovoz beraylik. Pinkga ovoz berdim, malades. Ovoz berar. Ko'pchiligi menga ovoz berdi, menimcha. Lekin men hali o'ldirganimni ko'rmadilar. Nega mendan shubhalanyapti? Bitta yo'qdik. Skip bo'ladi. Adashmasam bittasini o'ldirsak, yo'q, ikkitasini o'ldirsak bitamiz. O'tkazib yubor. Bittasi chiqib ketdi impostor. Bu degani yomon. Mana shu ikkalamiz birga yurishimiz kerak. Hali 22 sekund, 20 sekund. Nima yana bosyapti bu? Chitsu. Mana shuni o'zini chiqarib olish kerak. Black and green deyapti. Ikkalamizni ham topibdi bu. Kim bo'ldi bu? Trust me deyapti. Pink is gone. Blue deyapti. And pink deyapti. What are you on about? Pink is gone. Kimga ovoz beramiz? Chitsuni o'ziga ovoz beraman, boray. Menga ovoz ber deyapti bular. Men chiqarib olmoqchi. Va meni chiqarishdi. Mayli. Bu birovga eplolmaydi menimcha. Chiqardik. Boyaga impostor chiqib ketmaganda yutardik. Impostor qoldi. Mana endi eng qiziq joyi biz arvohmiz. O'ldirilgandan arvoh bo'ladi. Bu yerga xabar ham yozganmiz, foydasi yo'q, hech kim o'qiy olmaydi. Tomosha qilib o'tiramiz endi. Mana buni tomosha qilamiz. Shuni ham bildiramiz. Meni ham chiqarib olishadi shekilli. Endi yashil deyapti. Bu bilyapti bu, bilib qolibdi bu. Chitsu aytyapti. Bular bildi. Chiqardik. Chiqib ketdi qo'yib. Mayli, baribir impostor o'ynab ko'rsatdim, yaxshi. Yana o'ynaymiz shu yerda. Yaxshi o'yin bo'ldi. Malades. Nima
hammasi chiqib ketdi. Pingni balandligini qaranglar. 300 mana chiqqan bo'lsa bo'lmadi. Ping pastroq qilib topishimiz kerak. Yana bir qo'l o'ynaylik. Qiziq ketyapti. Osiyoga qo'ysak ping yaxshiroq emasmikin? Bu yerda odamlar ham kamda. Bu yerda ham shu ahvol. Bu yerda kiyim almashtirsa bo'ladi, rangimizni oqqa olamizmi? Qora yaxshi ko'zga tashlanib qolyapti-da shunga. Ikkita rang qilib qo'yamiz. Sariq qora. Shitonni orqadan kiyamiz. Anchamiz yo'q. Bu serverga odam kam kiradi. Kutishga to'g'ri keladi. Ungacha pauzaga qo'yib turaman. Boshlayman. Safarimni posta bo'lsangiz bo'ladi. Nima? Boshlaydi. Yo'q, kirolmayapmiz bu safar. Ekipaj a'zosimiz. Biz scientist ekanmiz. Ya'ni olim. Как раз shunga mos kiyim kiyib olib. Endi biz zadaniyalar bajarishimiz kerak. Nima bu ahmoqmi bu? Tarbiya bosib oldi. Bu tushunmagan narsa. Yo'q, yozmayapti bizdan shug'ullanadi hozir. Pulni chiqarib deyapti. Pulni o'zini chiqarib oladi. Siyama. Hech narsa vaqt o'tmagandiki. Pulni o'ziga ovoz beradi, yoqmadi. Aniq bu emas, lekin shunga ovoz berdim. Ovoz berishga qo'ygan vaqtini qaraylik, muncha ovoz berishga qo'ydi. Pul ketdi. Yo'q, mikrofonni qo'yib qolamiz. Hech kim chiqarolmaydi. Ikkita impostor qoldi. Topshiriqlarni bajaring. Ondan ko'ra qiziq bo'lmay qoladi o'zi. Topshiriqlar bitta bo'lsin. Endi kamera olib kuzatib tursa bo'ladi. Kavara bosdi bu safar. Ko'ril deyapti. Ko'ril qaysi? Qayerdan bilasan hali hech kim o'ldirilmagan bo'lsa? Skip qilaman xolos. G'alati ekan bular. Men topshirig'imni bajaryapman deb. Balki Kavara Anda pul olasan hali deyapti. Menimcha bu emas. Coral internet navt and is landed. Hech narsa qilmasdan chiqib ketdi u deyapti. Demak, ovchiga o'xshatgan menimcha uni. Mayli kim bo'lsa.
mana bu ovoz berishibdi. Menimcha bu emas. Aytdim-ku, bu impostor emas. Sizlar вообще rasvo qilasizlar. Biz shunaqa qilsak biz nima topshiriq ochamiz? Scientist gap. Mana topshiriqlar. Sizlarni to'g'ri qo'yishimiz kerak. Topshiriq bor ekan. Iya. Voy, bitta topshiriq tugatamabsiz. Tugatdik. Svet o'chib qoldi. Nima bo'ldi? Topshiriq bajarish kerak deb. Test. Topshiriqlar hali yarmiga yetmabdi. Kechda yetkazib qo'yamiz. Tezroq bajarish kerak. Yana chaqirdi. O'lik yo'q. Nima chaqiryapsan? Topshirig'ingni bajar. Editor glitch. Black hackerda. Nima aytyapsan? Biz black emasmiz. Red anti. So'kinyapti bular. Men xavfsizman deyapti. Sen xavfsiz emassan menimcha. Men senga uylanganman. La'nati. Kick blue deyapti. Blue'ni o'zini chiqaradi haqiqatdan boshda oldi. Bilib bo'lmayapti bu impostorlar kimligini bilolmasa ham. Ularni kuzatib yursak, o'zimizni impostorga chiqarib qo'yishadi. Countermat. Ko'kni o'zimikan deyapti. Chunki crewmate'lar ko'p, ular 2 kishi. Bittasini chiqarib yuborsak ham ular yutqizadi 100%. Blue bo'lishi ham mumkin. Debart. Hopladik. Emas ekan. Hamal. Topshiriqlarni bajaringlar. Shunda davom etib ketsalar, ular topmasdan turaman. Mana emasmi kashf qiz o'ldirmagan ekan. Shundan gumonim bor. O'ldirmasin ishqilib. Topshiriqlarni tugatib, 2 ta MT tushirib deyapti. Nima MT tushirib? Nimadir tozala. Bo'shatyapti tushirib mana. Kimdir o'ldirildi. Nol memory o'ldirildi. Menimcha no one hudida bizda. No one is imposter. Yes. We try to get me. Try to get me. It's really a glitch. Yes, you. I am scientist. O'zingni bo'lsan, bekor aytibsan, men seni yaxshi bilaman, aldab turibsan.
kiryapmikan yo ketyapti. Shuni onam ko'zi chaqchayib turibdi. Bilib turibman shu impostor. Bizda ping 500 ga chiqib ketdi, qoyil maqom ekan. Tugashiga olimni tuxumsadan Michaelni chiqarib olishdi. Bumikan yoki. Bo'lmas ekan. Aytdim men sizlarga no'g'on deb. Ana shuni o'zini chiqaringlar. Shu yerda turaman men. No'g'onni kuzataman korоче. Fix light. Chiroq o'chdi. Chiroqni tuzatish kerak. Chiqmayapmi? Topshiriqlar qayerda qoldi? O'ldirib ketibdi mana uni. Tasg'ini kamaydi. O'ylashimcha bu yashil. Mustavatar, impostor. Mustavatar. Serial. I was at CAF. Bizni ham aytyapti. Men ham report qildim. Mustavatar. Balki no'g'onlar green, orange or tan. Not imposter. I swear. Imposter not my use. Yoz beradi. No'g'on chiqdi. Shu imposter sezyapman. Imposter emas ekan. Vay, yetib qo'ydi bular. Mustavatar ekan rostdan ham. Chiqib ketibdi Alesiyani. Yaxshi o'yin bo'ldi. Xo'p do'stlar, video cho'zilib ketdi. Shunday gaplar xullas. Sizlarga o'zim o'ynagan ba'zi o'yinlar ko'rsatdim. Ko'tinglar o'ynasa bo'ladi. Juda qiziq bo'lmasa ham. Jamoaviy o'yinlar hammasi. Sheriklar o'ynaydiki. Shaxmatdan tashqari. Shaxmatda sal sharmni qilib qo'ydim. Mayli. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.